O'zgidrometeorologiya markazi ertaga 1-avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang. Respublikamizda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shahardan sekundiga 7-10 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-15 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja issiqlikda, kunduzi 30-38 daraja issiqlikda bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiqlikda bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashib